Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyada sıdığa giriyoruz. Washington'dan sözleymez vatandaş. Bugün çislak 2024 yıl 2. ayının 19. gün haftıga düşenbe vatandaşım. Vaziyet doğrusu da bir abzasını hazır başlap bakayla hazır keldim bana. Doğru betili turuptu. Neme deydi desiniz? Leyçin'di. Tayvan'da yanıdan prezident bop saylangan Leyçin'di. Eğer muşundaq şıqılayverdigan bolsa, yoki boş kelsa, yoki qarab turdigan bolsa, ama iki ihtimallıqdan biri. Jungo Tayvan oturusida cho'qim rosh partlaydi. Jungo Jinmen, Shamen dengiz boyları çarlaş elip bardıgan raylardır dep jakardı. Hakimiyet beşideki partiya, yani Tayvan'da hakimiyet beşideki partiya hiç nime kılalmadı. Yüzü töküldü. Jungtian ahbaratı 2. ayının 9. günü yutap. Hiç nime kılalmadı. Mesela o saylamın ahırı kemmedi. Biz bu noktada Leyçin'deni aklap koyaylı. O 5. ayının 20. günü resmi hukuk tapşırıp aldı. Murasim bilen halıkla katnaştırıp digidek hukuk tapşırıp aldı. Hazır hukuk tapşırıp almadı. Xitay muşu fırsattan paylanıvatkan gap. Vatandaş, şimdi ama 2 günden evveli şundak bir haber kelgeni sizge yetkizmedik mi? Jinmen aralada mazu Jinmen aralı Fujengi yaşamın yakın aralla. Bu aralla Gomindan hükmürallığıdır. Yakın növbetteki Tayvan Demokratiya Tarakat Partisi'nin hükmürallığıdır. Tayvan'ın ilgilik hukuku dairesideki rayla. İşkikulla ilgili Jungo'nun bilikçılığı kimisi, ameliyatı bilikçılığı da mı Carter. Carter digelik soda tiz çapıdığanılığı, küçük kemiçak, kolbak çakmağı o. İşte Carter Jinmen aralığı bösüp gördü denizden vatandaş. Demek bu ilgilik hukukluk bir devlet Tayvan'a hücum kıldı degen gap. Aralıkta neme iş oldu bu? Carter'ını haydagan 2 kişi suğa düşüp ketdi. Su üzüşünü bilmeydiğen bilikçiler kim bu? Jungo'nun bilikçileri şununla ola halak oldu. Ameliyatı bu tertip Carter Tayvan'ın hükmürallığıdaki Jinmen aralığa bösüp girdi degen gap. Bu elbette çıgıradan kiriş degen gap da vatandaş. Onu koyun. Bugün bana ettigen yanı açtım. Yanı bir torbiti. Neme değil dedin vatandaş? O torbiti da zemeri çıkıdı. Neme değil dedin hazır şu Jinmen etrafı, mazu etrafı da sayaçıla parhodu var iken de. Bunun kançılık adam kaçılanğanlığı ma'lum emas, lekin bularning hammasi Tayvanlik. Tayvanlikka nasıl Jungo'nun saqchilari chiqib bu parxodga tekshirgan gap. Dengiz saqchilari bu parxodni tekshirgan gap. Natijada Tayvanning sayohatchilari nima dedi? Biz endi Tayvanga qaytalmaymiz. Shundan qaraganda Jungo Kompartiyasi bu rayonda ish boshlamoqchimi? Hazır motor biti, Jungtian torbiti de aytgandek Tayvan Jungo oturusida urush başlamoqchimi? Yani bir xabar qarang. Xi Jinpingning mas'uliyatlari tutib qilindi. Bu endi Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden 2021-yili Uyg'urlarni majburiy emgak solishdan saqlanish qonuniga 12. ayning 23. kunida imzo qo'ydi vatandaş. Şundan biri bu kanun boyunca Amerika halkı nayeti inçke tecrübelep işlep geldi. Yakında bir qancha minglığan maşina chegaradan kirishga, tamoyildan o'tishga kirishga ruxsat qilmadi. Hatta dedi bunun ichida Amerika'nın bozorga kirishga cheklandi. Bu mashinalar foydaga sotilmaydigan bo'ldi. Bir mashinaga bir vinta seplangan bo'lsa-mu? Mesela bu vint qayerda ishlangan majburiy emgak bilan mustamlik Uyg'uristonda Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarning emgaki bilan ishlangan mashinalar tamoyilda Amerika Qo'shma Shtatlarining necha minglab mashina
Amerika Qo'shma Shtatlarining tamoyilasi to'xtatib qo'yildi. To'sib olindi vatandaşlar. Endi Azerbaycanning deydi har qanday usul chorasi, iqtisoddan qutulishning, jamiyat krizisidan qutulishning, partiyachilik siyosiy krizisidan qutulishning hech qanday chorasi qolmadi deydi. Wang Yi bu qatam Amerikaga yolburdi deydi. Qayerda? Myanmarda. Xalqaro bexatarlik yig'inida Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishdi. Ehtimal shu qatam yolvurgan bo'lishi mumkin. Bu to'g'rida 3 xil xabar keldi. Biri o o'zining ajdahor masalalik diplomatik xarakterini yo'qotmadi deyildi. Yana birida o bu qatam kulkiga qoldi, masxaraga qoldi. Masalan, Myanmar bexatarlik yig'inida kulki masxara ichida qoldi. O dediki biz bir tinchlik omili, Jungo bir tinchlik omili, muqimlikning kuchi yoki muqim kuch dedi. Shuningdek yig'in ahli bunga pisand qilmadi, ishonmadi. Tashkunda qoldi degan. Endi 3-xabar bu qatam diplomat Wang Yi Jungoning Amerikaga yolvurdi. Nima deb yolvurdi? Embargoni to'xtatsang, o şirket bu şirketni embargo qilavermasang degan ma'noda hozir Jungoning iqtisodi shunday ahvolda turganda embargoni to'xtatsang Amerika. Demak bu yolvurdi degan bo'lsa, buni Runyanning nazarida nima dedi desangiz, Umid Sadosi ekan bu hozir. Umid Sadosininki torbetida berilibdi. Runyanning nazarida bu nima dedi? İşki tızlap, jükünüp, olturup, yalvuruşqa başladı. Demek bu alametlerin hemmisi rast bulup çıkıdı o vatandaş. Yeni ufkum icat kılındı. Mesela doğrudan doğru gumran buluş. Cumhuriyet allaqachon maxfiy plan tuzdi. 80% etrafida bayliq toplagan burjuyaziyani Jungoda gumron qilmoqchi bo'ldi. Buni yo'q demaysiz vatandoshim. Ben başta aytdim go. Jungo bu millet yoki Xitoy degan bu millatning xarakteri baylik qarıştırış, boy bo'lg'uchilarga qarıştırış, ko'rolmaslik. Ishtirnig'i bo'yicha qarıştırış. Chunki yan'anning gamistiyetib cho'ng bo'lgan bu partiya xususiy mulkka, shaxslarning boy bo'lishiga, pul tepib, bayoshat turmush ko'chirishiga o'shmanlik qildi. Hozir nima dedi? 80% milliy burjuaziya Jungoda yangi yetilgan burjuaziyaning iqtisod, mol, mulk va barliq narsasini yo'q qilish. Yani buni qaysi shaklda yo'q qilg'ili bo'lmaydi? Qiziq bir hikoya yana yetib keldi. Nima desangiz, bularning huquqiy munosabatlar doirasidagi kuchi, yurishlashtirilishi kuchlik bo'lg'achqa bularning bir qismi Singapur qatorliq, Tailand qatorliq Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari qochgan edi. Hozir gapcha Singapur bir xil qiltoq qurgan emish. Bular pulni ko'tarib qochiblar, shu qiltoqqa tushib hozir Singapurda hech nimasi yo'q. Ko'chada qolgan tijimalga aylangan gap. Buni Singapurning Xitoy doisi Jungo bilan birlashib qilyapti, Jungo kompartiyasi bilan yoki bu yerda qaraqol yo'qmi? Buni bilgili bo'lmaydi. Hatto Singapurmi navbatda Jungo burjuyaziyasiga qochib o'tgan. Jungodan Singapurga qochib o'tgan burjuaziyaga mushundaq muomala qilayotgan gap efendim. Ko'rdingizmi? Bu xabar Suv Shohona xabari 2-ayning 19-kun YouTube. Jungo kompartiyasi qalayim qallashib ketdi. Birinchi top etildi. Islohotchilar qaytarib hujum qildi. Endi biz ko'radigan tomosha yetib keldi. Runyaning nazari 2-ayning 19-kuni. Buningda nima ko'z tutildi desangiz, buningda yaqinda Hunan o'lkasida, men tuvandaman deymiz mana. Hunanda ideyani ozod qilish Saychi 5-ni linchdi. Xi Jinping tasdiqladimi? Sen o'ynaydigan o'yin chiqdi. Mavzular xabar 2-ayning 18-kuni Van Metor betida e'lon qildi. Mushuning munosabatlik, masalan, islohchilar hozir hujumga o'tdi. Tamasha, sen o'ynaydigan tamasha yetib keldi. Partiya rahbarlik qalaymi qallashib ketdi.
Demek müşekkeldi degan gap jo'ngdan xayr, rahbarlik partiya va rahbarlik müşekkel. Endi bu xonanda açılgan yig'in, nima yig'in ekan demamsiz vatandosh? Bu yig'in muhokama, munozara. Masalan, Cumhuriyet Partiyasi Xonan O'lkalik komiteti 2 ayning 18 kuni iddiyani ozod qilish, muhokama va munozara, yine qanot yaydirish to'g'risida uqtirish e'lon qildi. Buning ma'nosi nima vatandoshlar? Muhokama, munozara 1978-yil 11-oyda şu vaqtga Kompartiya qurultayining 11-navbatlik 3-umumiy yig'ini, hozir ochanmayotgan 3-umumiy yig'in, 20-navbatlik 3-umumiy yig'in ochanmidi-ku. Hozir ochanmidi, attiganlik buning ishga qurultayi boshlandi Beijingda. Shuni tayyorlik qilamidi-ku. Shuningdan hokimiyat ishida qalaymakonchilikni ko'rib olsangiz bo'ladi-ku vatandosh. Shunaqmi ya? Ana hozir yani xuddi shuning o'xshash muhokama, munozara. O vaqtida muhokama, munozara qo'zg'ab, mavzu nima edi? Haqiqatni amaliyotdan o'lchash. Haqiqatni o'lchashning o'lchami nima? Haqiqatni amaliyotda izlash. Bütün mamlakat bo'yicha munozara bo'lib ketgan. Buning tayyorligi nima edi? Orq ko'rinishi nima edi demamsiz vatandosh. Bu 78-yil 11-oy 2-oyda boshlangan muhokama, haqiqatni amaliyotdan izlash 1978-yili 4 kun ya 5 kun qoldi. Nimaga masalan 79-yili 1-oyning 1-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Cumhuriyet diplomatik munosabat o'rnatdi. Bu ko'tarayotgan bir tahsiyadan Amerika xalqi ko'rsatayotgan bir tahsiya. Bu tahsiyaga qo'yilgani mana biz shunday demokratiyalashdik, shunday muhokamani boshlab etdik, haqiqatni o'lchaydigan o'lcham amaliyotdan topadigan bo'ldik. Mana endi bu so'z matbuot yoki ideologiya sohasidagi o'zgarish Amerika qilayotgan xushomat diplomatik munosabat o'rnatdi. 1978-yil 12-oydagi ish. 1979-yili 1-oyning 1-kuni Amerika Cumhuriyeti diplomatik munosabat o'rnatdi vatanda. Endi hozir boshlangan yig'in, Xonanda boshlangan muhokama, munozara. Buni nima deyilibdi? Masalan, qanot yaydirish. Buningda ideyani ozod qilish debdi-da. Uningda ideya ozod qilish bor-da, buningda ideyani ozod qilish. Hozir savol qo'ydiki, qaysi ideyani ozod qilamiz? İdeyaga nima kelgulik keldi? İdeyani kim buruqtum qilib oldi ya kim cheklab oldi? Cheklagan kishi kim? İdeyani kim ozod qiladi? Qaysi kishi ozod qiladi? İdeyani kimdan kim ozod qiladi? İdeya ozod qilishning zaruriyati nereden keldi? Nimishqa ideya ozod qiladigan bo'lib qoldik? Mush gaplarning hammasi bu qatam xonandagi ideya o'zgartish, muhokama, munozarasida o'tirib qo'yildi deydi. Buning ichida Xonanning boshlig'i Shin Shaoming degan odam jur'atlik oldi fikr qildi deydi. Lekin maqsad nima demoqchi bu yerda? Hozir partiya dedi-ku boshda qalaymiqonlashdi. Hokimiyat sistemasi qalaymiqonlashdi. Ideologiya allaqachon yemirilib bo'ldi. Hozirgacha Marksizm mavzudun iddisi, deptosu bunu kim anlaydı vatandaş? 19-asrning 30-yillariga kelganda Marksning qizi Lavla Lapag eri bilan ikkisi birlikda o'zini doriga esib, ya'ni o'ziga o'zi sirtmoq chiqib o'lib oldi vatandaş. Yezib qo'ygan vasiyatnomasi dediki, mening dadamning, ya'ni Marksning nazariyasi Yevropada tugashdi. Qimmati qolmadi. 19-asrning 30-yillarida uning qizi, Marksning qizi Lavla Lapag dadasining nazariyasini bozorga solanmay aqmaganligini ko'rib o'zini esib o'ltirib olsa, sen bugun 21-asrda yana Marksizm ideologiyasi deb tursan, Xitoy. Nima degilik, seni nima degilik, Xitoy, Xitoy. Bugun bu amaliyotni izlash, haqiqatni izlash, ideyani ozod qilish degandan kelayotgan manbiya partiya mo'ritlarining ideyasini kontrol qilish. Partiya va sinflar tabaqalar
Aziz partiyanın içinde tabaka badisiniz boluverdi. Sınıf badisiniz boluverdi. Mezhep badisiniz boluverdi. Ucum kuş ve başka böleklerge bölünüp gitti partiya. İdiyası bölünüp gitti. Onun ideologiyası bölünüp gitti. Uzun kızıl tarmar oldu iddia. Ara hazır Marksizm degen ekensen sende iddia yok. Ben dedim o. Milada 9. asırda devlet başkurduğuna iddia yok. Hindistan'a badın. Hindistan'dan Buddha noğumlarını elip geldin o. Buddha noğumlarını elip geldin bir deryada ekip gettiğini koyuvatsan sunu okun, fun okun, duv okun, on okun, şov okun. Dedi o birisi yakınmışına okunla. Buddha noğumları ekip getti o. İddia yok. O iddia yerim. Buddizmlik iddia yerim. Devlet başkurduğun iddia yok. Sen seslimilik eşlimi yok. Eline başkuruş örnekleri degen bir kitabın var. Cümle, bir iki tedbir, 3 tedbir, 5 tedbir. Ki mavuzluğu tapkan devlet başkuruş tedbiri beşiği Marksizmni koyuvelip onun tedbiri sinipi küreş. Sinipi küreş adam bile adamını büyürüvelen işte ölen tongizliğin münasebeti ayrılıp koyuyor. Adamlar ateristik ictimai yaki adamlar tabiatidan kelip çıkan tabii münasebetlerini bütünley büzüp taşlaş. Şunun bilen cemiyetki ve şu adamlar hükmürallık kılış. Mana bu mavzunun devlet başkuruş örnekleri. Eline başkuruş örnekleri onu mesela üzerine yezip çıkan eline başkuruştan kelgen tecrübe emez. Tesavvurdaki örnekler. Man muşula bugün hemmisi yüzlü körüstep endi bu partiya kəgilik kəgəndə məqsəd demə, muqamlaşdırış, iddiyəni, muqamlaşdırış, parti içindeki iddivi qruhlarını, muqamlaşdırış, cemiyetli, muqamlaşdırış, cunanxəni. Çünki vəziyyət şüyə yetib gel. Belki bunun akıbeti yetib geldiğin bardağa yeri xəyab oldu. Başta ettik o, sen Şam'ın deniz teritoriya sahalarını, Cinmin aralının deniz teritoriya sahalarını hazır sen çarlaş dairesi kırgızgan gelsen bu Tayvan'a kılınğa igvagarçılık. Şam'ın işine sayarın makul. Lekin Cinmen aralı bu Tayvan'ın aralı Tayvan'ın hükmürallığı da. Sen Tayvan Cinmen'e kılgan bu tehdit yaki bu igvagarçılık Tayvan'daki siyasi hakimiyet kılgan. Bu dünya için xatarlik, özün için xatarlik, Tinç Okyanı ve indi Tinç Okyanı'nın vaziyeti için xatarlik. Mana bugün ispatlandı Amerika Koşmuş Ştatlarının tüngen dedik ma 5 tane av matkisi man muşundaq vaziyet asıdı harbi Tinç Okyan kirib geldi deseniz endi bu doğru oludu vatandaşı. Doğru oludu. Anda bir Pakistanlık bir adam barka yakında ismi Adil Sultan eken bu kişinin aytışıdımı hazır deydi ki Asya Tinç Okyan rayonida Amerika Qo'shma Shtat bilan junga o'tirishga harbiy tayyorliklar musobaqasi kontrollikdan chiqib ketdi edi. Bu belki bu rayonda Çavuşan, Hindiston, Pakiston, hatta Yaponiya qatorliq davlatlar atom davlatlarining yana atom yadro qurollarini kengaytirishga yo'l tuzlab berishi mumkin. Bu Asya va Tinch Okyan yoki Hindi Tinch Okyanning vaziyati aytganda intayin xatarlik. Bu Pakistanlık Adil Sultan degen adam aslında Avasiya Üniversiteti işlerinde adam profesör boğan şu Avasiya Üniversitetinde hizmet kıladigan adam eken. O şununla hazır Asya Tinch Okyan rayonunun vaziyetiga baho berib mushundaq debdi. Bunu mu qo'yib turayli? Buni Amerika kontrol qila oladi deb o'ylamaysiz, vatandoshim. Biroq gap nada desiniz. Hazır nima dedi? Ana 5-yillar manada mana nem dedi bugün leyçinde eğer mushundaq turaveradigan bo'lsa, qilaveradigan bo'lsa cho'qim jungo bilan Tayvan o'tirsa urush portlaydi. Leyçinde hazır hech kim qilolmaydi. 4 hazır 5 shikaydak vaqt bor, o vazifa topshirib olishga. O vazifa topshirib olmay turib huquqni shiltanmaydi da. Bu bir nokta, lekin bir nokta bo'lsa-mu, mushu fursatdan foydalanib Xitoy hazır 5-ayning 20-kunigacha bo'lgan mushu orliq, mushu bo'shliqda vaziyatning nima bo'lishidan o'zi ansirayotdi Xitoy. Bu yerda leychingda mushu orliqda birdimi deb salamdi deb ansirayotdi. Shunda ansirash bilan o'zi bu harakatni boshlayotdi degan gap.